Assalomu alaykum, hurmatli Arabjon Education kanalini muxlislari. Bugun sizlar bilan ingliz tilidan birinchi darsimizni boshlaymiz. Ingliz tilini mana bu kitobdan o'tamiz. Pedway. Bu kitob og'zaki yozma, eshitish va tinglab o'qib tushunish texnikalarini hammasini tengdaniga rivojlantirib boradi. Sizlardan talab qilinadigan narsa albatta darsni e'tibor bilan tinglash va undan tashqari daftar va ruchka tayyorlab olasizlar. Iloji bo'lsa imkon qadar ko'proq she'rlar bilan o'tirib darsimizni ustida ishlasanglar o'zinglarga yaxshi, chunki dialoglar bir-birlari bilan ishlash kerak bo'ladigan, partnyor bilan ishlaydigan dialoglar mavjud. Ularni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, bo'lmasam birinchi darsimizni boshladik. Birinchi darsimiz o'zini tanishtirishdan boshlanadi. Bu beginner level, yana bir bor eslatib o'taman. Beginner level bu ozgina ingliz tilidan xabari bor odamlar uchun. Buni menimcha sizlar barchalar bemalol boshlab eplab o'rganib ketasizlar. Yaxshi darsimizni tinglasanglar, xudo xolasa ingliz tilini xuddi kursda qanday o'rgansanglar shu tarzda o'rganib olasizlar. Demak, hello. Birinchi ko'rgan odamimiz bilan qanday gaplashamiz? Savollaringiz bo'lsa kommentarda qoldirib olasizlar. Demak, boshladik. Qanday salomlashyapti? Qaraymiz ekranga. Hello, I'm Paula. Hello, I'm Joseph. Endi o'zingizlar bir-biringlar bilan xuddi shu narsani mana ko'rdik. Oddiy dialog boshlanishi sal ba'zilar uchun ozgina zerikarli bo'lishi mumkin, lekin kimlar uchun yangilik. Hello, I'm Paula. Hello, I'm Joseph. Mana ko'rdik, demak juda oddiy. Ikkita odam bir-biri bilan ko'rishganda eng oddiy tanishish uslubi hello, I'm deb turib o'zining ismini aytadi. U hello deb turib o'zining ismini aytadi. Endi o'zingizlar isminglarni shunday qilib aytamiz. Masalan, hello, I'm Arabjon. Demak siz hello, I'm deb o'zingiz ismingizni aytasiz. Hello, I'm Odil. Masalan, hello, I'm Anvar. Shu tarzda. Endi davom etamiz. Buni o'rganib oldik. Buni daftaringizga yozib olinglar. Mana ko'rinib turgan narsani birinchi qismini xuddi shu tarzda ko'chirib daftarga yozib olasizlar. Stopni bosib. Endi keyingi qismi. What's your name? Juda ko'p ma'lum va mashhur ibora, so'roq gap. What's your name? Buni to'g'ri talaffuz qilishni, qanday yozilishini ham o'rganib olinglar. Mana sizlar do'stlarga ko'rinib turibdi. Hello, what's your name? M-R is va my your so'zlarni ham qanday ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Bularda to be fe'li, bu egalik almashlari, bularni hozir ularga to'xtalmaymiz. What's your name? Va davom etamiz. Hello, I'm Pablo. What's your name? My name's Mika. Hello, Mika. Demak, bu joyda qisqagina dialogimizda sizlar ko'rdinglar. Ikkita odam bir-biri bilan qay tarzda tanishyapti. Demak, ko'rib turganimiz hello, I'm Pablo. What's your name? My name is Mika. Hello, Mika. Buni yana bir marta eshitib qaytaramiz. Listen and repeat. Hello, I'm Pablo. What's your name? My name's Mika. Hello, Mika. Grammatika bo'yicha qisqagina sizlar uchun ma'lumot. Mana shu I am degan joyi bu I am. Shuni qisqartmasi I am bo'ladi. Names. Bu names tarzida talaffuz qilyapmiz. Aslida bu name isning qisqartmasi.
What's bu what is'ning qisqartmasi. What's. Demak, what is your name demasdan desa ham bo'ladi asli, bu ham to'g'ri. Qisqartirib what's your name? My name is o'rniga my name's. I am o'rniga I am qo'llansak, qisqa va lo'nda og'zaki nutqqa mos keladigan tarzda gaplar hosil qilsak bo'ladi. Davom etamiz. Endi boya aytdim, darsimizni sheriklaringlar bilan tomosha qilinglar deb, hech bo'lmasa bitta sherik, aka, uka, oshna, og'ayni birorta sherigingiz bilan tomosha qilsangiz, o'tirib mana shu hozirgi joyga keladi. Endi hozir practice qilamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Hello, what's your name? My name's. Bitta birinchi bir rolda boshini siz boshlaysiz, keyingi dialog tuzganda o'rtog'ingiz boshlaydi. Masalan, ikkita odam gaplashyapti. Aytaylik, Odil bilan Oqila. Odil aytyapti. Hello, I'm Odil. What's your name? My name is Oqila. Keyingisida Oqila birinchi boshlaydi. Hello, I'm Oqila. What's your name? My name is Odil. Shu tarzda dialog qilinglar hozir bir-biringlar bilan. Xuddi shu tarzda. Aytilishlari, yozilishlariga e'tibor berib qo'yinglar. Asosan lekin bizga birinchi o'rinda hozir keragi shu to'g'ri talaffuz qila olish va buni avtomatik tarzda tez ishlata olish. Buni aytib yurishinglar kerak keyin ham, darsdan keyin ham. Xo'p, davom etamiz. Keyingi o'rganadigan birikmamiz, so'z birikmasi bu this is. This is. This is. Buni ham ma'nolari ko'p, lekin hozirgi o'rganadiganimiz tanishuv uslubidagi qanday qilib This is. ikkita odamni bir-biriga tanishtirish. This is. Ben, this is Mika. Mika, this is Ben. Hello, Ben. Hello, Mika. Demak, bu yerda Pablo Mika va Benni bir-biriga tanishtiryapti. Mika, this is Ben. Va Pablo aytyapti. Ben, this is Mika. Mika, this is Ben. Ikkovini tanishtirdi. This is Ya'ni Mika. tarjimasi. Mika, this Ben. is Ben. Hello, Bu Ben. Mika. Mika, bu Ben. Keyin Mika bilan Ben ikkovi o'zaro gaplashyapti. Mana rasmni ham ko'rsanglar bo'ladi. This is Mika. Mika, Hello, this is Ben. Hello, Mika. Hello, Ben. Hello, Mika. Demak, siz ham o'rtog'ingizni tanishtirayotganda xuddi shu tarzda qilamiz. Hozir Ben, amaliy this is Mika. bajaramiz. Mika, this is Ben. Hello, Ben. Practice in groups of 3. Hozir endi 3 kishilashib bajarasizlar buni. Bittalar Pabloning rolini, bittalar Mikani, bittalar Benning rolini bajarasizlar, lekin ismni o'zingizlarga qo'yasizlar. Mana. Sizlarga tayyor shablonini ham ko'rsatib qo'yapman. Boyagi misollarimizga kelsak, Oqila va Odil. Va ularga endi Anvar qo'shildi. Odiljon gapni boshlayapti. Anvar, this is Oqila. Oqila, this is Anvar. Hello Anvar, hello Oqila deb ular bir-birini o'zaro salomlashadi. Shuni 2 minut bir-birlar bilan mashq qilinglar. Har bitta rolda o'zaro almashib 3 ta kamida dialog tuzinglar. Keyingi o'rganadigan iboramiz nice to meet you. Nice to meet you. Nima degani edi? Siz bilan tanishganimdan xursandman. Shunday deb tarjima qilsak to'g'ri bo'ladi. Aslida siz bilan uchrashganimdan xursandman deyapti. Tanishganimdan xursandman deymiz-ku biz. Shuni ingliz tilida nice to meet you. Hello, my name's Judy Koblenz. Hello, I'm Robert Smith. Nice to meet you. And you. Robert Smith. Nice to meet you. And you. Demak, bu yerda boyagi sekin soddadan murakkabga qarab ketyapmiz. E'tibor bergan bo'lsanglar. Boshida hello, I'm deb boshlangan edi. Keyin sekin qo'shildik, 2 kishi bo'ldik, 3 kishi bo'ldik. Mana endi rasmiyroq doirada qanday qilib tanishilyapti. Mana qarasanglar, Judy aytyapti. Hello, my name is Judy Koblenz.
Keyingisi hello, I'm Robert Smith. Ism va familiyasini aytadi. Ular odatda birinchi ismini aytadi. Sizlar shunday qilsanglar bo'laveradi. Nice to meet you and you. Tanishganimdan xursandman. And you, men ham. Ya'ni nimaga you deyapti-yu, bu yerda men ham deb tarjima qilyapsiz desanglar, nice to meet you. Siz bilan tanishganimdan xursandman. And you. Siz bilan ham degan ma'noda. Men ham siz bilan tanishganimdan xursandman degan ma'noda and you deyapti. Practice in pairs. Say your first name and surname. Juft bo'lib endi yana mashq qilamiz. Ism va familiyani aytamiz endi bu joyda. Hello, my name is. Ism va familiya. Hello, I'm. Ism familiya. Nice to meet you and you. Shu tarzda dialog tuzinglar hozir. Buni bajaramiz. Endi inglizcha ismlar. English names. Inglizcha ismlar qaysi davlat tilini o'rgansak, shu tilda gaplashuvchilarni ismlarini ham o'rganib olsak, juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu qatorda ingliz tilida ham inglizcha ismlarni shu yerda ko'rib chiqamiz. 3 ta erkak va 3 ta ayol ismlarini ko'rib chiqamiz. Ularning qanday aytilishini eshitib qaytaramiz. James Bond, Robert Taylor, Henry Baker, Susie Walsh, Anita Johnson, Catherine Smith. Demak, bu yerda ism va familiyalar birinchi ism, keyin familiya aytdi. Ularni qayta-qayta qanday talaffuz qilinishini mashq qilinglar. Albatta mashq qilinglar buni obязательно. Keyingisi endi bu dialogni ko'rib chiqamiz. Yo'q. Mana. Hozir endi mana ko'ryapsizlar doskalarda. Hello, I'm James Bond. Hello, I'm deb yonidagi o'zini tanishtiryapti. Nice to meet you. Xuddi shu tarzda hozir sizlar endi o'zingizlarning isminglarni qo'ymaysizlarda. Mana shu hozirgi o'rgangan inglizcha ismlarimizdan birontasini tanlaymiz. Ikkinchi sherigingiz boshqa yana birini tanlaydi va shu tarzda mana bu doskada ko'rilgan holatdagicha dialog tuzamiz. Shuni mashq qilinglar. Almashib 6 ta ism bo'lsa 6 ta 2 tadan tanlasa 3 tadan dialog tuzinglar. Kamida 3 tadan dialog tuzinglar. O'g'il bola, qiz bola ismlarini o'zingizlar xohlaganini qo'yaveringlar. Bu yerda ismlarni mashq qilamiz va mana shu dialog tuzishni ko'proq mashq qilib talaffuzlarda ishlaymiz talaffuzlarimiz ustida. Demak, shu bilan bizni birinchi darsimiz tugadi. Ikkinchi darsimizni mana shu videoda havola qismiga o'tasizlar. Ikkinchi darsimizni playlistga kirib, playlistda mana shu ingliz tili bo'yicha o'tilgan darslar hammasini joylab qo'yganman. Playlistga bitta kirsanglar 1, 2, 3, 4, 5 deb dars nomerlari ketaveradi. Shu yerdan ikkinchi darsimizni tomosha qilib ingliz tilini o'rganishda davom etishingizni tilab qolaman. Xayr, salomat bo'linglar.